Oto tizimida moliyaviy ma'lumotlarni himoyalash va log datas, ya'ni qulflangan sanalar ustidan nazoratni o'rnatish jarayonini ko'rib chiqamiz. To-do jamoasi tomonidan maxsus ishlab chiqilgan ushbu yechim yordamida tizimda belgilangan sanalardan oldingi hujjatlarni tahrirlash huquqini faqat maxsus ruxsat berilgan foydalanuvchilargagina cheklashimiz mumkin bo'ladi. Asosiy menyudan Accounting moduliga kirib olamiz. Yuqori menyu panelidan Accounting bo'limini bosamiz va u yerdan Log Dates ga kiramiz. Ochilgan oynada Log Dates sozlamalarini ko'ramiz. Bu yerda qaysi sanagacha hisobotlar qulflanganini belgilashimiz mumkin. Authorized Users qismida aynan qaysi foydalanuvchilar bloklangan davr ichida ham tahrirlash huquqiga ega ekanligi ko'rsatilgan. Authorized Users maydonida kerakli xodimlarni qo'shish yoki o'chirish orqali ularning huquqlarini boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda tanlangan xodimlar admin bo'ladimi yoki oddiy user, ya'ni foydalanuvchi bo'ladimi? Aynan shu ro'yxatda bo'lsagina yopiq davrdagi ma'lumotlarni o'zgartirish qila oladi. Sozlamalarni saqlash uchun Save tugmasini bosamiz. Endi bu cheklov qanaqa ishlashini tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Accounting moduldan chiqib Purchase moduliga o'tamiz. Xaridlar ro'yxatidan istalgan eski sanadagi xaridni, misol uchun P20324 tanladik. Ushbu xaridga tegishli hisob faktura, ya'ni vendor billni kiramiz va u allaqachon post holatida, post statusda ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz uni tahrirlamoqchi bo'lsak yoki draft, ya'ni qoralama holatiga o'tkazmoqchi bo'lsak, Reset to Draft tugmasini bosamiz va tizim xatolik haqida xabar berganini ko'rishingiz mumkin. Invalid Operation. Chunki davr yopilgan va sizda ushbu davr uchun tahrirlash huquqi yo'q. Bu databazani yaratgan admin profili edi. Endi tizimda belgilangan tizim orqali admin huquqi berilgan profildan kiramiz. Purchase moduliga o'tamiz. Yana xuddi shu Purchase ni tanladim va shu vendor billni ichiga kirib oldim. U allaqachon post holatda. Agar biz uni tahrirlamoqchi bo'lsak yoki qoralama holatiga o'tkazmoqchi bo'lsak, yana Reset to Draft ni bosamiz. Bir xil narsa takrorlanganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi ruxsat berilgan foydalanuvchi sifatida tizimga kirib vaziyatni tekshiramiz. Purchase ilovasiga qaytamiz. Xuddi o'sha xaridni ochamiz. Hisob fakturaga kirib Reset to Draft tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, endi ruxsat berilgan foydalanuvchi sifatida biz xatosiz draft, ya'ni qoralama holatiga o'tkazib oldik. Draft holatida, qoralama holatida o'zgarishlarni kiritib, ya'ni confirm qilib tasdiqlashimiz mumkin bo'ladi. Shunaqa qilib ushbu custom yechim orqali siz tizimdagi moliyaviy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlab, faqat kerakli xodimlargina tahrirlash huquqini berishingiz mumkin bo'ladi.